Mavluda degan obunachidan savol kelibdi. Dono opa, yaxshi mahsulot qanday bilsa bo'ladi? O'zi umuman sotuvga chiqarishdan oldin yaxshi mahsulot qanaqa tanlash kerak? Mahsulot tanlayotganingizda sotuvga chiqishdan oldin birinchi o'rinda bu mahsulot ehtiyoji bormi yo'qmi buni ko'rib olish kerak. Bu uchun maxsus analitik servislar bor. Aynan marketplace'larni analiz qiladigan. Buni orqa davriga qaraymiz. Orqaga 2 yillik, 3 yillik statistikani olib turib, bu mahsulot именно o'sha mahsulot bo'lmasa ham, shunga o'xshash toifadagi mahsulotga o'zi odamlar qiziqqanmi yo'qmi? Shuni javobini olgandan keyin, balki trend o'zgargan bo'lishi mumkin, fason o'zgargan bo'lishi mumkin. Mana shunga qarab turib analiz qilamiz va yillik отчетini olishingiz mumkin. Bir oyda 10 mingta sotildimi, 100 mingta sotildimi? Buni отчетidan kelib chiqib, ana undan keyin buni prognoz qilsangiz bo'ladi va buni bemalol sotuvga chiqarsangiz bo'ladi. Va sotuvga chiqayotganda ham har doim o'quvchilarimga ham tavsiya qiladigan narsa, birinchi o'rinda bu mahsulot sizga tushadimi yo'qmi, shuni bilish kerak. Uning uchun 5 ta dona, 10 ta dona qo'yib, sinab ko'rish kerak. Agar sizga bu haqiqatan to'g'ri keladigan bo'lsa, ana undan keyin kattaroq pul tiksangiz bo'ladi. Lola Ashurovadan savol kelibdi. Dono opa, trend mahsulot oliymi yoki doim sotadiganni tanlaymi? Qaysi mahsulot o'zi to'g'ri? Qarang, ikkalasi ham aslida to'g'ri. Ikkalasi bilan ham bemalol savdo qilsa bo'ladi, faqat o'zingiz holatingizdan kelib chiqadi. Agar trenddan foydalanmoqchi bo'lsangiz, unda sizga ko'proq pul kerak bo'ladi va ostatga qolib ketishiga, kuyib qolishingizga tayyor bo'lishingiz kerak. Sababi siz trendda yaxshi pul topaman deb pul tikadigan bo'lsangiz, siz bilan baravar kirayotgan auditoriya ko'p bo'ladi, ya'ni sizga o'xshagan sotuvchilar ko'p bo'lgani hisobiga demping juda ham kuchli bo'ladi. Ya'ni narxi arzonlashtirish ehtimoli bor. Siz o'ylaysiz 10 ming so'm foyda qilaman deb, balki o'tda man foyda qilmasligingiz mumkin. Mana shu riskka tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, unda trend qilganingiz yaxshi. Yo'q, menga stabillik kerak, doimiy tarzda ostatkalar qolib ketmasin. Kamroq bo'lsa ham doimiy, har doim kelib turadigan pulni xohlaydigan bo'lsangiz, ikkinchi variantni tanlaganingiz ma'qulroq. Dildora Asqarovadan kelibdi savol. Dono opa, bitta mahsulot bilan doim ishlagan yaxshimi yoki ko'p mahsulot bilan ishlagan yaxshimi? Endi bu qaysi marketplace'da ishlashingizga bog'liq. Agar uzun marketda bo'ladigan bo'lsa, bitta mahsulot bilan ishlash bu qiyinroq. Chunki katta pul topish uchun bitta mahsulot bilan ishlashga auditoriya kichik, ya'ni O'zbekiston bozori kichik. Lekin Wildberries'da, dunyo marketplace'larida ishlamoqchi bo'lsangiz, unda yaxshirog'i bitta yo'nalishni tanlab olish. Chunki boshqa yo'nalishlarga pul tikadigan bo'lsangiz, pulni yetkazib olmay qolishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston sharoitida esa turli xil mahsulotlar bilan ishlash hozirgi kunda yaxshiroq daromad olib keladi. Hammani qiynaydigan savol beribdilar. Nargiza Ashurova degan obunachimiz. Dono opa, raqobat ko'pligidan qo'rqish kerakmi yo bu narsa normal hisoblanadimi? Bozorda qancha ko'p raqobat bo'lsa, demak ehtiyoj bor. Raqobat bo'lmagan joyga kirishdan qo'rqish kerak. Agar raqobat bo'lmasa, hech kim bu ishni qilib ko'rmagan bo'lsa, bu joyda demak katta pul yo'q. Lekin raqobat kuchli bo'ladigan bo'lsa, unda ertadan pul ko'proq topishingiz mumkin. Faqat bu bitta inobatga olinadigan narsa raqobatchingizni yaxshilab tahlil qilishingiz. Agar ko'r-ko'rona bozorga raqobatchini tahlil qilmasdan kiradigan bo'lsangiz, bu unda katta yutqizishga olib kelishi mumkin. Munisa degan obunachidan savol kelibdi. Dono opa, qachon ishni kattalashtirish vaqti kelganini sezaman. Hozir juda mayda savdo qilayotganga o'xshayman, deyaptilar. Ishni kattalashtirish uchun birinchi o'rinda sizni fokusingiz faqat ishda bo'lishi kerak. Agar sizni to'laydigan qanaqadir qarzlaringiz, birovga beradigan pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, majburiyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni katta to'lov qiladigan majburiyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ishni kengaytirmasdan undan ko'ra tezroq harakat qilib, uni to'lab olganingiz yaxshiroq. O'sha hamma narsadan qutulgan, faqatgina fokusingizni ishga qaratib, karyerangizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ana o'sha etapda o'sha kengayish kerak bo'ladi. Shahzoda degan obunachimizdan savol kelibdi. Dono opa, o'zimga ishonmasam ham marketplace'da boshlash mumkinmi? O'zimga ishonchim juda past deb hisoblayman, debdilar. Marketplace eng muvaffaqiyat bilasizmi nimada? Eng kerakligi bu ishonchingiz bo'ladimi? Sotuvda bo'lganmisiz? Hayotingizda bu ishni qilib ko'rmagan bo'lsangiz ham bemalol qila olishingizda. Chunki inson har doim tug'ma sotuvchi yoki tug'ma tadbirkor bo'lmaydi. Marketplace bo'lsa, bu sizga yechim. Klient bilan doimiy muloqot yo'q. O'zingizni fiziki qiladigan ishlaringiz yo'q va mana shu qo'rquvlaringizni yengish uchun eng kerakli, ya'ni orqa tarafni ko'rmasdan turib, faqat mahsulotingizni xayolan klientga sotishni tasavvur qilish orqali sotuvlarni ko'paytirsa bo'ladi. O'shaning uchun o'zimga ishonchim yo'q degan joyda aynan shuni sinab ko'rish uchun eng yaxshi joy deb hisoblayman. Unda o'zingizni ishonchingiz sotuv bo'layotgandan keyin, klient sizga o'tib yozgandan keyin yana ham oshadi va keyingi qadamlarda balki kattaroq biznes qilishga o'zingizga ishonch ortar. Buni misolida meni yaqinda bitta o'quvchim o'qib ketdilar.
umuman hayotida sotuv qilib ko'rmagan, hayotida uydan ko'chaga chiqmagan ayol bo'lgan, farg'onalik o'quvchimiz Ziyoda, va ular kelib kompyuter o'rgandilar va turmush o'rtoqlari oyoq kiyim bilan shug'ullanar ekan. Mana shu oyoq kiyimlarni turmush o'rtoqlarini magazinidagi tovarlarni sotish orqali o'ziga motivatsiya oldi. Chunki klient bilan muloqot qilmayapti, noutbukni o'rganib, uni sotuvga chiqarish o'zi bitta qanaqadir ularga kuch bo'ldi. Undan keyin sotuv bo'lgandan keyin turmush o'rtoqlari tarafidan rag'batlantirish bo'ldi. Qaysidir ma'noda "Sen Apple olding va zo'r narsa ekan" degan narsa bo'ldi. Mana shu 5 kun ichida Farg'onadan kelib o'rganib ketganlarda hayotini butunlay 180 gradusga o'zgartiradigan bilimni olib ketdilar. Siz ham bemalol bu narsani qilishingiz mumkin bo'ladi. Ishonchni orttirish uchun birinchi o'rinda sinab ko'rish kerak. Zarina degan auditoriyadan savol kelibdi, Dono opa. Menda doim nimadir qilsam chiqmaydi. Shu narsadan qo'rqib qolganman. Qanaqa yo'qotish mumkin bu narsani? Birinchi o'rinda menimcha Zarinani eng katta og'riqlari bu hozir qilib ko'raman, o'xshamasa nima bo'ladi degan qo'rquv bilan boshlash. Chunki har bitta ishni qilayotganimizda birinchi miyamizga berilgan signal keyingi qadamlarimizdan boshqaradi-da. Hozir qilib ko'raman, o'xshamay qolsa-chi deb turib boshladingizmi, demak o'sha narsa bo'ladi. Chunki siz uni o'zingiz energiyangiz bilan tortib olasiz, siz qo'rqyapsiz. Qo'rqayotganingizda keyingi qilayotgan ishlaringizda bilinadimi? Buni qo'rquv bilan qilingan ish bilan ishonch bilan qilingan ishi farqi juda ham katta. Shuning uchun birinchi o'rinda men mana shuni qilib ko'raman, bu o'xshaydi deb boshlaydigan bo'lsangiz, bu juda ham kuchli tavakkul bo'ladi. Ishonch bilan boshlaydigan bo'lsangiz, o'xshasa zo'r, o'xshamasa xayrlisi deb boshlaydigan bo'lsak, ana o'shandagina o'zingizga nisbatan ishonch ortadi. Bu ishlaringiz o'xshashi katta ehtimoli bor. Chunki ishonch kuchli bo'ladi. Umida degan obunachidan savol kelibdi, Dono opa. Avvalambor sizga kattakon rahmat, ishonch berasiz, lekin ko'proq bilim muhimmi yoki bu yerda harakat muhimmi? Bilimni oldimu, lekin harakatim yetmasa, nima qilish kerak shu joyda, deyaptilar. Bilim har doim olinadi, lekin bitta narsa bor, 50-50. Agar bilim bo'lsa-yu, harakat qilinmasa ham natija bo'lmaydi. Lekin harakat qilaversangiz, lekin bilimingiz bo'lmasdan doimiy samarasiz harakat qilsangiz ham bu ham natija berilmaydi. Shuning uchun bilim bilan harakatni teng baravar olib ketadigan bo'lsak, bizda o'sha yaxshi natija bo'ladi. Bittasi kam, bittasi ko'p bo'lib qoladigan bo'lsa, ko'p joylarda to'xtash bo'lib qoladi va orqaga qaytishlar mana shunaqa holatda o'quvchilarimizda ko'p kuzatiladi. Bitta ishni oxirigacha olib bormaslik, natija qila olmaslik, yo bittasi kam yoki bittasi ko'p bo'lishi mumkin. Gulbahor yozibdilar. Dono opa, sizni anchadan beri kuzataman. Ayollarni qo'llab-quvvatlaysiz. O'zi umuman ayollar marketplace-da nima bilan kuchliroq hisoblanadi deb o'ylaysiz debdilar. Ayollar nimasi bilan marketplace-da kuchliroq? Birinchi o'rinda mahsulotni ayollarga sotish bilan kuchli. Chunki ayol kishi o'zi emotsional bo'ladi, xaridor ham ko'p hollarda emotsional xarid qiladi. Mana shu emotsiyani boshqarish orqali ayollar ayniqsa kuchli manipulyator, uy bekalaridan juda ham zo'r sotuvchilar chiqadi. Sababi uy bekalari haqiqiy manipulyator, chunki ular eridan pul olish eplagan ayollar. Mana shunaqa ayollar haqiqiy sotuvchi bo'lib chiqa oladi. Tashqaridagi ayollarni bemalol his qila oladi va bemalol taklif bera oladi. Mana shu joyi bilan ajralib turadi va kuchli hisoblanadi. Laylodan savol kelibdi, Dono opa. Hozir marketplace-ga kirish kech emasmi, Dono opa deb aytibdilar. Naborot marketplace-ga kirishi ayni payti, ayniqsa O'zbekiston sharoitida. Chunki O'zbekistonga marketplace kirib kelganiga endi atigi 3 yil bo'ldi. Dunyoga qaraydigan bo'lsa 20 yil, 25 yil, 30 yil bo'lgan. Hozir O'zbekistonda bu eng boshlang'ich qadamda. Konkurensiya yo'q desa ham bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, marketplace-da konkurensiya baland, sotuvlar qila olmaymiz, mahsulotlar ko'p deb o'ylashadi, lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda 16 million obunachi bo'ladigan bo'lsa, Uzum marketda atigi 1 million 200 xil mahsulot bor. Bu 10% ham emas oluvchiga nisbatan. O'shaning uchun bu umuman kech emas, mana shu kelajakdagi 3 yil ichida ayni payti va siz bemalol men ko'rayotgan narsa marketplace orqali yiliga 1 million dollar topish imkoniyati bor kelajakdagi 3 yil ichida. Shirin, hozir boshlayotganlar nimaga tayyor bo'lish kerak, Dono opa deb yozibdilar. Hozir boshlayotganlar birinchi o'rinda shu biznesni kuchaytirishga tayyor bo'lish kerak. Birinchi o'rinda nimaga ko'pchilikda bo'layotgan narsa, hozir qanchadir pul bilan kiraman
va hozir pulimni yechib olaman deb boshlash. Men o'quvchilarimda ko'p narsani kuzatyapman-da. Kimdir bor, hozir mana 10 million pulimni tikaman, bir marta sotuv qilaman, 10 milliondan 3 million foydamni oldim, bo'ldi deb to'xtaydiganlar. Qo'lidagi sarmoyasini doimiy tarzda o'stirish orqali doimiy daromadga chiqaman deb harakat qilayotgan o'quvchilarimiz. Buni misolini ikkiga ajralishadi o'z o'quvchilar. Misolida ko'p aytib berishim mumkin. Bir martalik pul topadigan odam keyin yana boshqa ishlarga burnini tiqib ko'radi, uni qilib ko'radi, buni qilib ko'radi, doimiy sarsongarchilik. Lekin bitta narsani oxirigacha olib borgan o'quvchilarda yaxshi natija bor. Mana bitta o'quvchimiz bilan shunaqa holat bo'ldi. 3 oy davomida shundoq kelsamu o'rganib ketaman degan xayolda 3 oy yurdilar. Prosta yurdilar. Oxiri tushunib yetgan narsalari o'zlari hozir harakat qilmasalar, orqada qolganlari, chunki ular bilan birga boshlagan 10 kishi oyiga 100 milliondan oshiq оборотga chiqishdi. Mana shu ularga motivatsiya berib, 4-oydan harakat qilishni boshladilar. Shuning uchun birinchi o'rinda harakat.